Voy shovvani qarang, shovvani. Voy janavar. Mana haqiqiy shovva sizga. Kunda men hech sog'ib tursangiz, bitta molingiz ha. Yetaveradi. Hurmatli obunachilar, ikkinchi sigirimiz xudo xolasa. Bolasi buqasidan so'ragan ukalarimizga 20 talik paqirimiz. Biz obunachilarimiz sirasi 3-sigirimizni bolasini oldiga bayladiklar, boshladik xudo xolasa sog'ilishdi. Tan qilib beraman degdimmi? Ikkinchi qoringa yoshidan so'ragan ukalarimizga bolasi buqasidan, qora olasidan so'ragan edi. Xudo xolasa 4-siga navbat. Assalomu alaykum, hurmatli Tilloz kanalining ashaddiy obunachilari, YouTube chorva ishqibozlari, hurmatli obunachilar. Hafta kuniga xudo xolasa seshanba 2025-yil, bugungi sanamiz xudo xolasa 28-oktyabr. Farg'ona viloyati Qo'shtepa tumani Soybo'yida xudo xolasa. Rossiyskilar chempioni xudo xolasa. Shamshodjon ukamizning xonadonlariga, fermalariga tashrif buyurganmiz, aziz obunachilar. 5 bosh xudo xolasa sut yo'nalishiga, sifat yo'nalishiga, zot yo'nalishiga, bola yo'nalishiga so'ragan ukalarimizga xudo xolasa chiroqli turgizib, narx-navolar haqida videorolik tayyorlab beramiz. Gaplarimizda, so'zlarimizda xato kamchiliklar bo'lsa oldindan uzr so'raymiz, aziz obunachilar. Videolarimiz yoqsa albatta bir donadan like bosib, kommentariyada fikrlarini qoldirisizlar. Yoz, sifat, sut, bola hamma tomonidan aziz obunachilar. Qo'limizdan kelgancha chiroyli videorolik tayyorlab beramiz. Assalomu alaykum. Qalaysiz? Assalomu alaykum. Tillo aka. Yerilibdi bugun. Aka qirildi. Rasa parcha tushdi aka, xudo xolasa. Bo'g'ozlarimiz o'zimizda tug'di. Aha. O'zimizda qo'limizda, xudo xolasa boshlandi endi bundan beri. Simental rossiyskiy galishtin deb belikamon qosh qarolardan olib ketgan aka. Boshlayveramiz ha? Boshlaymiz aka, xudo xolasa bugun aksariyat bolasini ovoz. Aha. Aksariyat ikkita bolasi xonajinimiz bor aka. Qolgan hammasini ovoz. Qolgan hammasini ovoz. Bugungilar xudo xolasa pasterni sut bola yo'nalishiga aka. Boshlaylik. Tishlardan Salonda moshni sochni ketdik. Golishtinda aka taqira tuqur. Qizchasidan ketdi. Mana 6 kurak. 6 kurak. Janavar. Tishlarni ko'rsatib o'tmasak bo'lmaydi. Sizda nechta? Kimga nechta? Mana aka. 8 ta. Konkret. Bola buqa? Bola buqa. Voy, bu qo'yganda ham buqa ekan. Qani endi. Parizoda. Qani Pariroyim mana. 6 ta. Moshni. 6 ta aka. O'ta ham qilich. Ikkinchi bola. Kelinchi. Ketdi 4-sigir. Mana 8 ta. Tishlarni yumab. O'ta go'zal. Aybga buyurishmaydi. O'ta go'zal deydi. Taydi qarang. Qosh kamon. Mo'tadil deydi fan aka. Qosh qaroqlardan mana aka bu. Qani 8 ta. gap yo'q. Aka tishi bosgan molim yo'q. Aha. Faqat bugun mana sut yo'nalishi bo'lsa, yoshlarini olib, maza qilib, oilaga xullas ko'rsangiz quvunadiganlardan olib keldim aka. Ketdik. Ko'p maqtashimizga hojati yo'q. Mollar o'zi ko'rsatib beraveradi. O'ziga yarasha. O'ziga yarasha. Hammasi o'ziga yarasha. O'ziga yarasha, puliga yarashalardan aka. Gap yo'q. Bolasi buqa. Qarang. Boshlandi. Tishlari 8 kurak, bolasi buqa. Yo, buniki 6 ta. Ha, 6 ta. Buniki 6 ta chiqdi aka. Izvinite. Bo'ydoridan, Vestoridan, bolasi buqasidan so'ragan obunachilarimizga. Mana, boshlandi xudo xolasa. Bu hali o'g'ni quruq arqamga ham tushmabdi shekilli. Yo'q, tushmagan aka. Bir haftalik bo'zi aka. Mana. Mana joning sog' bo'yur. Voy, bu kachoyda qarang. Joning sog' bo'yur. Bola qanchalik? Bolasi bir haftalik. Bir haftalik. Bugun 7 kun bo'ldi aka. O'g'izlardan ajradi. O'g'izlardan ajragan aka. 20 taga qarab ketyaptilar Pariroy. Ruchnoy gaplashyapsizmi yo apparatdanmi? Ruchnoyda sog'yapman hozir aka. Qo'lda shundaq. Apparat ham ketaversa kerak. Apparat ham tanlamaydi bu molni. Javobatga to'qol. Kallani. Voy joning sog' bo'lsin. Tug'ma to'qolidan. Pariroy. Bolasi buqa kamiga. Bolasi buqamon qarang. Nechtaga beramiz sutlar? 20 taga beraveramiz aka. 20 ta sutga. 18 taga olishsin. Gap yo'q. 18 taga olishaversin aka. 18 ta sut, bola buqa. Eng asosiysi mana uni qarang berganini. Yomon ekan. Voy. Qarang, tortib yuboraman deyapti-ku bola. Bola ham yomon ekan.
Yeb Shamsod ichishlari. aka, Bu aka. nech puldan boshlaymiz? Xo'p, bugun narxlar bomba bo'ladi aka. Bolasi buqaligi. Bu Galishtin ekan 18 ta suti bor ekan deb 50 million aytilmaydi. Aha. O'ziga yarasha, o'ziga qarab 18 ta sut 6 kura aziz obunachilar. Xudo xolasa yoshidan so'raganlarga bola buqa. bolasi bu Bir haftalik. bir haftalik aka. Nech pul? 50 aytmayman aka. Aha. Dado. Otaxonni yoqtirgan mollar. Otaxon olib kelganlar bo'g'ozligida ishqibozchilikka olganlar-da, u kalboshiga qarab. Bo'g'ozligida kelgan. Galishtin ekan deb 50 million aytmay aka. 48 ham demayman. 47, 45, 44 demayman. Narxni tushiryapman aka. Konkret. 42 million O'zbekiston. Gapi. Hop baraka. 42 million O'zbekiston bo'li. 18 ta sut 6 kura bola xudo xolasa bir haftalik buqa. Mun qarang. Jonim Qarang. sog' bo'lsin. Mun qarang. Gulidan. Voy bolasini o'ynashini qarang, tilla aka. Bola ham. Voy. Hurmatli obunachilar, to'qol variantlaridan xudo xolasa navbatdagi ikkinchi sigirimiz aziz obunachilar. Bolasi buqa buni ham do'stim. Buqa bo'lganda ham men ko'rsating aka. Voy, men onani bitta aylantirib qo'ydim. Bo'yni bitta o'p ketgan. Kalla bilan bitta o'p. 8 kura aziz obunachilar. Shamshod sutlarini eshitdi. Aka 18 ta beraveraman. 18 ta bola buqa. Nech kunlik? 4 kunlik. Yomon ekan. Mana. Kallani bitta ko'rsatib Mashalloh bitpaysin. Gibrid. Qarang, Gibrid aka. 4 kunlik buzoqni qarang. Onani ham stoykasi stoyka ekanda. Joning sog' bo'lgur. Mashalloh bitpaysin aka. Go'zal ekanlik. 18 ta sut o'g'izlaridan ajragan. 8 kura. Bola 4 kunlik buqa. Mana aka. Ayt joning sog'. O'yindan sana. O'n qarang. Nima deyapti aka? Moshina. Bormi ishqivozi? Bormi? Obunachilarimiz. Borda, Eng asosiysi aka mana uni qarang. Buqa 2 oyda 2000 bo'ladi xudo xolasa. hozir ham o'zi baland puli. Mana. Voy mashalloh. Bozorlarda ham qo'lda. Joning sog' bo'lsin, sanam oldi. Buzib yuboraman deyapti-yu aka. 18 ta sut aziz obunachilar. Trenajyorning zalda oldi buqalardan aka bu. Bola buqa 4 kunlik. Tellatib yuboryapti. Yomon beribdi ona bola. Ona ham ona ekanda Shamshod aka buni cho'zish kerak-ku buni. Nima deng? Hisob chiqdi bitta ayting. Ha siz ayting. Yo'q, qo'ysiz-chi. Nech pul litr aka? Ayting. 50 aytmayman bilasiz. 45, 44, 42 demayman. Xo'p. Zo'r ketyapmiz omochi. Ha. Mas joyiga qarshi chog'ramiz. 40 million. Kam bor. Kami bor. Qancha kam bor? Kami g'ijib. Gap yo'q. Bop baraka. 40 million kam bor, 18 ta sutga aziz obunachilar, qora yomonidan so'ragan ukamlarimizga. Mana. Janovorni qarang. Savdasini bemalol qilib olishaveradi aka. Aytilgan narxlarga sotilmaydi. Aha. Aka, meni tilimni topishsa 35 ga beraman. Gap yo'q. Bola ham konkret buqa. Buqa o'ganda ham o'ta xavfli buqa ekan. O'ta. Gerkules mun qarang, joning sog' bo'lsin. Baklarini qarang buni. Aka. Kendi hamga padarka. Qilib olaveramiz ash joyiga. Xolasi 3-sigirimizga aziz obunachilar. 6 kuralik. Bolasi shu. Bolasi buqaligi. Qora olasidan so'ragan ukalarimizga. Mana. Onasini o'zini bitta alohida ko'rsataylik-da. Bolani keyin bitta katistivasini ko'rsatamiz. Nechta sut berib turibdi? 15 ta, 16 ta beryapti. Aha. Hali bolasi yangi. Bola necha kunlik? Xo'p, 6 kunlik buqa. 6 kunlik buqa bola. 6 kunlik buqa aka mana. Mana. Ayol erkak tanlamaydi, ha? Bo'pshim tanlamaydi aka. 15 ta 16 ta sutga. Originalidan boqaman deganlar. Turuvdi qarang, stoykasi go'zal ekan. O'zi 17 litr, 18 litrgacha sog'dim. Aha. 17 litrga beraman aka. 17 litr. 17 litr. Xohlasa 15 litrga olishsa. Mana. Turuvlarni qarang buni. Olgandan keyin ko'proq soqsa, duo qilib Ha. qo'yadi. Kamroq aytaversam. Bola 6 kunlik buqa. Mana. Nima deysiz do'stim buni? Sotamiz deymiz. Men bu bolasini bitta ko'rsataylik, hozir aka. Mana. Buni qarang. Bu yo'lbarsga o'xshaydimi, yo'qmi? Buni qarang. Buqamisan buqa aka. Konkret. Mana o'zi kimdir aytishi mumkin, ona qora ola ekan, bolasi shved bashar ekan degan ukalarimizga o'zlarini o'zligini bolasi ekan hisoblanishda. Voy, yana.
Tegdi. 30 metrga uchaveradi aka. Xotirjam. Mana qarang aka. Voy yurish turishingdan sana. Nozlana. Shamshod nima deymiz buni? Aka yopishtirib qochirmay aytaymi? Aha. 39,5 kami bor. 39.5 kam. 39,5 kami bor. Qancha kam bor? Kamini kelishamiz aka. Telefon qilishaversan, xayrga o'tib beraman. Aha. Kelishtirib chiroyli qilib beramiz. O'zbekiston bo'ylab dastlabkasini bizning bo'ynimizda. 39.500.000 kam bor O'zbekiston bo'ylab dastavkasida. Bola novoz bir haftalik. Bu qani qarang. 16 ta 17 ta sutga deyilgan. Onani o'zi bir dunyo-yu, bolani o'zi bir dunyo aka. Fantan qilib beraman mana shu molni ko'rasiz aka. 39.500.000 O'zbekiston bo'ylab dastavkasi bor. Mollar arzisa aka, mehnatimizga bir donadan layk bosib, otingga rahmat deb bersan aka. Shuncha mehnat qilish oson bo'lmayapti. To'ppa-to'p. O'zi bas. Bular tug'dirib mehnatini qilish. Bulargacha u tuqqandan keyin ancha mehnatini qilamiz aka. Ana shu mehnatimizga bir donadan arzisa layk bosib, otingga rahmat deb bersan aka. Fantan qilib beraman hozir. Keyin kishiga o'tiramiz. Hurmatli obunachilar, xudo xolasa navbatdagi 4-sigirimizga Voy. qora olalardan ko'rsataveramiz e'tiborlarga. Aka, Buniki xonajin ekan bolasi. xonajincha. Yurlarni qarang buni. Yuravering mana shu tomonga bitta Joning sog' uzoq gaplashaylik. Nima bo'lyapti o'zi ishlar? Yana o'sha ko'z olib ketadi-da ba'zi. Nechinchi qorin? 3-qoringa aka. Aha. Xolasi 2-qoringa. 6 kurak-ku bu. Aha. Bolasi necha kunlik? Bolasi xo'p, bir haftadan o'tdi. Bir haftadan o'tib qoldi aka. Sut yoqlari Aka 18 litrgacha sog'dim. 18 litrga sog'di. Ha. 16 ta beraveraman. Mana. 16 ta sutga aziz obunachilar, 6 kurak. Bolasi bir haftalik xonajin xudo xolasa. Onasini yoshligi. Xudo xolasa dehqonlarimizga bersak, maza qilib sog'uvchi duo qilishadi aka. Ayol erkak tanlamaydi. Bu ham tanlamaydi. Bemalol sog'ilaveradi. Ha aka. Hali 47 chiqargan sigirim bor-ku aka. Aha. O'shandan uni bitta kuchlilik tarafi bolasini ovosiydi aka. Aha. Bunga hozir 47-48 narx aytmayman aka. Xo'p, Sut berish bo'yicha buni qaysi birini tanlaysan desa buni tanlayman aka. nech pul? Qarab turing, narxini sindirib yuboraymi? 40 million, 42 million ham demayman. 39,5 kami bor. 39 kam. Mashinasi Lekin aka. bittasi, talashganmi 3 tasida. Bo'ldi. Xo'p deng. Bop baraka. Bo'ldi aka. 39 million kam bor O'zbekiston 39 bo'ylab. million kam bor, xayrga o'tib beramiz. Bemalol telefon qilishsin. Pul uladiki, mol bizniki. Savdosini qilib kelishib olaveramiz aka. Buni soskalarini qarang. Oq yuni oq tutaman. Turo to'rtta joyga joylashgan. Joning sog' bo'lgur. Maza qilib sog'ishlikda aka. Ketdi keyingisi. Qarab turing. Hozir bitta bonuslidan chiqaraman. Aha. 30, 40 aytmayman. Aha. Kutib turishsin, like bosishsin, arziydi. Gap yo'q, ketdik. Bolasi xonajinligidan qora olasidan so'ragan ukalarimizga yerga yaqin tapalaqdan boshlandi xudo xolasa aziz obunachilar, 5-sigirimiz. Beli kamon qoshqaroqlaridan. Bormi ish qivozi? Tilloka, Konkret. narxi bor-ku. Aha. Eng muhimi narxi-ku. Narxini To'ppa bomba to'g'ri. qilib yuboraman. Aka like bosib berishaversin. Xo'p, Arziydi xudo xolasa. Mo bolasini o'zi ham. xonajin bola. Ha, bolasi xonajin. Onasini xuddi o'zida, joning sog' Qora bo'lsin. ola, nechta sut beryapti? Aka 14 taga beraveraman. 14 ta sutga bolasi xonajin. Tishlari 8 ta. Mana. Aziz obunachilar, Baklar. nech pul narxi? Qani? Aka, katta molimni ham. Bunaqa bak yo'q-ey. Yomon ekan. Joning sog' bo'lsin. Narxini qarab turing. 30 demayman. Aha. 29 ham demaymi? Ye gap. 28,5 kam. Jon sog' olsin. Bor baraka. O'tib bersiz shunidan ham o'tib beraman aka. Ye qani? Qizib qoldi. 28 million O'zbekiston 27,5 bor baraka. Bo'lar ekan, Nala sindirib yuboryapsiz u. Aziz obunachilar, Tilloka, bolasi xonajin. Konkret sog' bola. bo'lsin. Qora olasi. Bomba. Ko'rsataveramiz sog'ib e'tiborlar. 27 million 500 ming O'zbekiston bo'ylab dastavka. Yem so'z. Boshladik xudo xolasa. Iyini ham bor. Sraz yeyib ketyapti jonim. Hidini qarang, tilloka chiqdimi? Qarang, ag'da sog'averadi, bag'da turaveradi. Qarang. Bola buqa. Shovani qarang. Konkret
Nimaga aytib turibdi deganlarga yaqindan ham ko'rsatib berdim-da. Akalar. Boshlandi. Boshlandi. Intriga. Shovani qarang janob. Birinchi sigirimiz bolasi buqaliga azobunachilar. Sog'ilish boshlandi. Xudo xolasa bitta hammalarga ko'rsatib sog'ib beramiz. Azobunachilar, xudo xolasa birinchida chiqqan sigirimiz to'qol variantidan, bolasi buqaligidan. Inshaalloh sog'lib bo'lindi. Bu qarang. Bu baklari qaytib ketganini qarang. Yo'q bo'lib ketdi. Aha. Mana. Boshlayveramiz. Pastiga 20 talikda. 20 talik baqirimiz, ha. Aha. Ketdi ikkinchisiga. Aziz obunachilar, xudo xolasa birinchi sigirim sog'lib bo'lindi. Ikkinchisiga navbat, ikkinchisini ham idirib sog'ib e'tiborlariga taqdim etib o'tamiz. Hurmatli obunachilar, ikkinchi sigirim xudo xolasa. Bolasi buqasidan so'ragan ukalarimizga to'qol variantida ko'rsatib o'taveramiz, xudo xolasa bitta qilib. Boshlandi xudo xolasa. Chiroq qilib e'tiborlarga bunisini ham sog'ib ko'rsatib o'taveramiz. Ikkinchi sigir xalaqit qiladi, uchinchisi. Hayvon ekanda men bilaman. Men paqir nechtalik pastdagi? Bu 12 talik. Aziz obunachilar, ikkinchi sigirimiz ham xudo xolasa sog'lib bo'lin. Yopishib olganimi? Turing, qolgan sog'laverasiz videodagi. Mana, aka, mana shu xalaqit berib qo'y. Go'zal. 20 talik baqirimiz. Konkret unda birinchi sigirim ustilar. Ketdi uchinchisi. Aziz obunachilar, uchinchi sigirim xudo xolasa. Bolasi novosi. Bolasi buqaligi. Buni ham chiroq qilib idirib sog'ib ko'rsataveramiz e'tiborlar. Aziz obunachilarimiz, sirasi uchinchi sigirimizni bolasini oldiga bayladiga boshladik xudo xolasa sog'ilishni. Tantan qilib beraman degdimmi? Ikkinchi qoringa yoshidan so'ragan ukalarimizga bolasi buqasidan, qora olasidan so'ragan. Shovani qarang janob. Boshlandi xudo xolasa bunisi. Ba'zi ko'rsham turaveradi, ba'zi xudo xolasa sog'averasiz. Men orqadagi xalaqit qilyapti. Boshlandi. Xudo xolasa bunisi ham sog'lib bo'lsa ko'rsatib o'taveramiz e'tiborlar. Sutlar nima deyapti, sutlar? Lovigacha olib boraman deyapti. Go'zal. Bola buqa. Uchinchi sigirimiz sutlar aziz obunachilar. Sog'ilib bo'lindi bunisi. Haq qolgani bolasiga qolaversin, ha? Mana. Ketdik. Xudo xolasa 4-siga navbat. Aziz obunachilar, xudo xolasa navbatdagi 4-sigirimizga chiroq qilib e'tiborlarga idirib sog'ib ko'rsatib beramiz. Dum o'ynab turganidan, onasi ko'shanib turganidan qo'rqmasangiz bo'laveradi. Voy shovani qarang, shovani. Voy janob. Mana haqiqiy shova sizga. Ovozim boryaptimi? Qahva eshitilyapti. Joni sog' bo'lsin. Aziz obunachilar, xudo xolasa navbatdagi 4-sigirimiz boshlandi. Shovalariga, turuvlariga, xotirjamligiga e'tibor berib ko'rasizlar. Bitta Ahmadloniga duo qilib qo'yasizlar. Rossiyada ukam ishga ketdi. Qoqib qo'ydi ust berishdi. Yorib tashladi, aka. Bola ko'shanib yotibdi, ona ko'shanib yotibdi. Qarang. Janob bo'lsa shunchalik bo'lar endi. Go'zal. Aziz obunachilar, 4-sigirim xudo xolasa. Do'stim, yerga to'kilmasin. Mana bu soskasini bo'lmasa ko'rsatib Ha, bo'ldi, mana sut tushyapti. Hali bor sutlar. Akalar, xolisona mana o'zlaridan chiqqan sutlar mana. Buni aka qo'yib qo'ydik mana. Mana qarang. Kunda mahicha sut sog'ib tursangiz, bitta molingizdan, ha. Yetaveradi-da, hoji aka. Hadi obunachilar, xudo xolasa navbatdagi 5-sigirimiz.
Xudo xolasa buni ham iydirib e'tiborlarga chiroq qilib sog'ib ko'rsatamiz. Albatta videodan uzoqlashmagan holatda bizni kuzatishda davom etinglar. Xudo xolasa 5-sigirimiz. Sog'ilish boshlandi. Chiroq qilib bolani iydirib oldiga baylab bemalol o'tirib sog'ilaveradi. Bolani qarang, bola ham havas qiladi, aziz obunachilar. Xudo xolasa 5-si ham sog'ilib bo'lsa, e'tiborlarga ko'rsatib o'taveramiz. Kichkina demak bizni ko'taraveramiz sizga deyapti. Shovani qarang. Moshni. 5-si. Joningiz sog' bo'lsin. Aziz obunachilar, xudo xohlasa shu bilan videolarimizni o'zimizga yetkazamiz. Olganga sotganga Alloh barakasini bersin. Narx-navolari, ma'lumotlari, bo'y-bastlari yoqqan bo'lsa, bemalol telefon qilib savdo qilinaveradi. Xonadonliklarga xudo xohlasa chiroq qilib yetkazib beringlar. Katta O'zbekiston bo'ylab. Joningiz sog' bo'lsin.